Xullas do'stlar, 3 xona 325 millionga yanada yangi uylardan variantimiz chiqib qoldi. Faqat tez shoshilib zalogini berishingiz kerak. Ko'rib turganingizdek, yangi uylarning 4-qavatida umumiy maydon 52 kvadratni tashkil qilgan, har bitta xonasi razdelni hisoblagan 3 xonalik uyimiz sotuvda. Eng asosiysi pishirishdan qurilgan va issiqlik tizimi mavjud. Narxi necha pul deysizmi? 325 million so'm so'rashyapti egalari. Yanada narx turibdi, kelishtirib beriladi. Ikkita xonasini ko'rib chiqdik. Chap qo'limizda dushovoyi, ko'rib turganingizdek, hojatxonasi bilan bitta joyda gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan muammo yo'q. Bu 3-xona, ya'ni detskiy komnata hisoblanadi. Koridordan to'g'rimizda bizda oshxonasi, eng asosiysi gaz bor obunachilar. Aytgancha manzilimiz Termiz shahar Yashil dunyodan 5 minutlik uzoqlikda joylashgan. Shundoqqina avtosalon yonida 12 maktab bor o'ng qo'limizda, chap qo'limizdagi 4 qavatli uylarda bo'lyapti. Tezda shoshiling, tanishlarga yuboring, kelib uyimizni sohibi bo'ling.